Assalomu alaykum. Menda anchadan beri shu YouTube kanaliga video qo'yilmayotgan edi. Aynan men bilan bog'liq bo'lgan videolar, mana sizlar bilan suhbat qilib va suhbat orqali qilinadigan videolar qo'yilmayotgan edi. Va mana yaqin kunlarda xudo xolisa shu videoni ko'rasizlar. Ko'rayotganingizda izohlarda o'z fikrlaringizni yozib ketishni unutmanglar. Mendan ko'pchilik so'radi, ya'ni Telegramdan yozishdi, qanday buni nimada syomka qilyapsiz, qanaqa syomka qildingiz, qo'yiladigan videolarni ko'rsanglar, shu GoProda syomka qilingan shu jarayonni ko'rsataman. Va bu jarayonda o'sha GoProda syomka qilingan va Ronin S Mark IV kamerasida syomka qilingan materiallarni shu qanaqa syomka qilinyapti, qanaqa dasturga qilinyapti, keluvlar qanaqa qo'yilgan, ISOni qanaqa qo'yilganlarini o'sha video davomida ko'rib ketishingiz mumkin. Va shu bilan birgalikda menda shu YouTube kanalida oldin, masalan, 3-4 yil avval Yandex masalasi bo'yicha ham videolar qilingandi. Va bu videolarda litsenziya haqida ham gapirib o'tgandim va 4-5 yil avval litsenziyalar boshqacha bo'lgan. O'shani gapirganimga hozirda ko'pchilik shu izoh yozyapti. Bu bo'lmagan gap, to'g'ri, sizlarning gapinglar to'g'ri. O'sha paytdagi narsa bilan hozirgi mana 5 yil orasi yaxshigina farq qiladi. Hozir litsenziya turlari ham o'zgardi va o'zi litsenziya olish masalasi ham boshqacha yo'nalish bilan boshlandi. Ya'ni litsenziya olish masalan MyGov orqali olsa bo'ladi yoki boshqa ko'chadan litsenziya o'sha taksi parklarga borib olsa bo'ladi. Va shu va hokazo shunaqa savollar bo'lyapti va shu savollarga javoban aytib ketmoqchi edim. To'g'ri, sizlarning gapinglar to'g'ri. Va mana vaqt o'zgarishi bilan makon o'zgaradi, joy o'zgaradi, joylashuv o'zgaradi. Bugungi videoyimni mana tomosha qilib, oxirigacha ko'rsanglar, tepada aytib o'tdim. O'sha kamera nastroyga qilish va qanaqa syomka qilishligini ko'rsanglar bo'ladi. Albatta izohlarda fikringizni kutaman. Endi videoni boshlaymiz. Bugungi syomkamiz farmatsevtik tarmog'ini rivojlantirish agentligida joylashgan Farmapark hududiga press tur tashkil etildi va men bu joyda press turni o'sha kelgan jurnalist, bloger va matbuot xodimlarini men o'sha syomka qilishim kerak edi va syomka qilish jarayonlarini sizga ko'rsatib o'taman. Ushbu videoda ko'rayotganingizdek, avval mana ISOlar to'g'rilab olinadi va bu ISOdan avval Kelvinni to'g'rilab olgan edim va mana Roninda syomka qilishni boshladim va odamlarni va orqa tarafidan turib qolgan bo'lsa, qo'lim bilan ko'rgan bo'lsangiz kerak. Keyingi syomkalarni boshlashdan avval mana shu xonaga kirib, har bitta syomka qilayotgan jarayonlarda, masalan, operatorlarni detalli qilib syomka qilib qo'yish mumkin. Mana masalan, krupniy operatorga, masalan, endi общийga o'tkazamizda, bu tarafga o'tib turib, joy tanlab qaraymiz qanaqa jarayonlar va umumiy plandan yana bitta syomkalar bosib qo'yamiz. Bu syomka qilinayotgan jarayon GoPro Max qurilmasiga yozib olingan va sizlarga taqdim etilmoqda. Mana bu kadrning pirillashi esa tepada chiroq yaqin bo'lganligi uchun pirillagan. Keyingi manzil bo'lsa, o'sha majlislar zalida bo'layotgan uchrashuvlarni yoritib borish masalasi va bu yerda ham umumiy plandan boshlaymiz va orada rasmga ham olib ketamiz. Men ishim shu faqat video emas, ham rasm, ham video va shunga vizualizatsiya berish va shu orada shu rasmga olib, ya'ni yaqindan, uzoqdan va umumiy planlarni rasmga oldim kirishim bilan. Keyin esa mikrofon ishlamayotgan ekan, borib tezlik bilan shu mikrofonni uzatishga kirishdim va mikrofonni berdim. Ishlayaptimi, mana ishlayapti deb berdim-da va syomka qilish jarayonlarini davom ettiraverdim. Va shu o'rinda mana shu gapirayotgan insonlarni ham
krupniy, ya'ni yaqin planda ham rasmga olib va o'rta plandan syomka qilishni boshladim. Syomka jarayonlarida masalan majlislar zali bo'lsa, masalan kelgan odamlarni umumiy plani, yaqindan plan, ya'ni krupniy plan deymiz. Krupniy plandan olib, masalan videoga ham, rasmga ham oldim va bu jarayonlarni mana sizga birma-bir ko'rsatib o'tmoqdaman va video davomida shunga o'xshash voqealar va kadrlar juda ko'p. Krupniy planlarni olib bo'lgandan keyin umumiy planlarga o'tib, orqa tarafdan videoga olinib, mana ko'rib turibsizlar, videoga olinyapti umumiy planning kadrlari. Endi bu yoqda rulning tepaga ko'tarilgani hisobiga sizlarga hozir kadr ko'rinmayapti. Va shu joyda bitta rasmga umumiy planni rasm yopib qo'yamiz. Rasmga olib bo'lgandan keyin yana shu joydan turib, sahnada turgan odamlarni ham yaqin plandan ham syomka qilib qo'yishimiz kerak. Kadrlarning chiroyli chiqishiga ko'rk qo'shadi o'zicha. Boya aytib o'tgan sahnada turgan odamlarni shu kadrini olish uchun rasmga krupniy planda olib olish kerak va krupniy planlarda rasmga olib, xuddi shu joyi o'zidan общий planlarni ham videosini olib ketaman. Mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Planni o'zgartirganimizdan so'ng va shu yerda turgan mikrofonlar, ya'ni press tur bo'layotgan jarayonni mikrofonlarni detalli holatda syomka qilish kerak bo'ladi. Detallar syomka qilingandan keyin shu joyning o'zidan umumiy planlarni ham syomka qilib olib, kadrlarni ishlashda davom etamiz. Va sahnada turgan o'sha insonlar kim gapirsa ham har birligini bitta-bittadan o'sha video syomka, ya'ni foto rasmga olib, kadrlarni jarayondagi bo'layotgan vaziyatlarni shu muhrlab rasmlarga, videolarga olinib, ya'ni krupniy, sredniy planlarga olib muhrlab qo'yamiz. Va bu bizga montaj jarayonida ushbu kadrlardan ketma-ketlikda foydalanishga o'zimizga qulaylik yaratadi. Press tur jarayonida taqdirlash marosimi bo'lganligi uchun mana shu joyda kameralarni sozlab, ya'ni ISOlar, vidrishkalarni sozlab, rasmga va videoga bir vaqtning o'zida olishga harakat qilaman va shu joyda ketma-ketma ham rasmga ham videoga olishda shoshilinch va tezkor harakat qilish kerak bo'ladi. Har bir yana bir marta tiklayman. Kelgusida yana
va tadbir tugagandan so'ng mana shu intervyu olinayotgan jarayonlar, kameralarni o'sha syomka qilib, o'zim uchun, ya'ni detal uchun syomka qilib qo'yaman. Bizning har bir kanal intervyu olayotgan jarayon, mikrofon, kameralari va shunga o'xshagan holatlar. Va bu borada klaster hududida joylashgan shu ko'rgazma xonasiga kirib intervyu olishga ham urindim. Intervyu olinayotgan jarayonlarni siz ko'rib boryapsiz hozir. Boshdan olam. Hop, to'xtang. Men qarab turib oling. Bo'l. Chuqur nafas. Sanoat zonasida joylashgan. Ketdik. Sanoat zonasida joylashgan ishlab chiqarishlar nafaqat aholi ehtiyojini olish, balki intervyu olgandan keyin 9-qavatga tushsam, u yerda ham shu syomka jarayonlari ketayotgan ekan va u yerda ham kadrlar olib, jarayonlarni syomka qilib oldim. Va bu yerda ham shu intervyu olinayotgan jarayon va mana operatorga qo'shib turing deyishlarim, kadr shundan olingan va shu joyda bitta rasmga, videoga ham oldim va shu bilan press tur jarayonlari shu joyda o'z nihoyasiga yetdi. Bizlarni kuzatishda davom eting. Inshaalloh bundan-da chiroyli va sifatli kontentlarni kutib oling va tez orada yana shunga o'xshash kontentlarni bizlarning kanalda kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Bizlarni ko'rganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling.